Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga juda ham mazali bolajonlarimizning sevimli nonushtalaridan biri amerikancha yumshoqqina pankeklarni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Fayzli oshxona. Amir uchun idishga xona haroratidagi 2 dona tuxum, 4-5 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq vanilin solib, venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng 250 ml issiq sutga 50 g sariyog' solib, eriguncha aralashtiramiz va buni tuxumli massaga quyamiz. Endi elakka 200 g un, 1 choy qoshiq razrixli til, choy qoshig'i uchida tuz solib, elakdan o'tkazamiz. Buni venchikda qo'moqlari ketgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimizga e'tibor beringlar. Shunaqa zugishonkaga o'xshagan quyulida bo'lishi kerak. Agar bundan quyultirib olsanglar, pankeklar quruqroq chiqib qoladi. Gazni eng past olovga yoqib, tovani qizdirib qo'yamiz. Qizigan yog'siz tovaga xamirimizdan quyib, orqa oldini qizargunicha pishiramiz. Pankeklarni baland olovda pishirmang, aks holda usti qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Xamir ustida shunaqa pufakchalar paydo bo'lishi bilan orqasini o'girsak bo'ladi. Mana juda ham mazali, yumshoqqina to'yimli pankeklarimiz tayyor bo'ldi. Uni sariyog', asal, murabbo, yong'oq va har xil mevalar bilan qo'shib iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman. Barchangizga yoqimli ishtaha. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Fayzli oshxonamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va Instagram sahifamizga obuna bo'lib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.